To'xta, shuncha kiyimni bistr rejimida yuvmoqchimisan? Nima qilibdi? Bistr rejimida faqat 1 kilogramm kir yuvsa bo'ladi-ku. Agar undan ko'p yuvadigan bo'lsang, kiyimlar dabdala bo'ladi. Undan tashqari mana kir mashinada shuncha funksiya bor, u ishlatayli shularni. Bularni baribir tushunmayman. Undan ko'ra kirimni tezroq yuvganim yaxshi. 30 sekund eshitib turadigan bo'lsang, hozir hammasini podrobno tushuntirib beraman. Siz ham diqqat bilan eshiting. Qara, bu kuchli kirlangan paxta matolar uchun. Bu oddiy paxta futbolkalari va paypoqlar uchun. Har kunlik tejamkor rejim bor. Ehtiyotkor yuvish rejimi, ipak va juda nozik matolar uchun rejim, 1 kilogramm kiyim uchun tezkor yuvish rejimi, super chayish, allergik teri uchun foydali rejimlar bor. Oldindan yuvish juda kir kiyimlar uchun bor. Intensiv rejim bo'lsa yuqori haroratda yuvib beradi. Yanachi kiyimlarga 10 qoshiq parashok solib o'tirmagin. Men bu ko'p pumma kapsulasidan bitta sovoradigan bo'lsang, dog'larni ham zo'r ketkazadi, hidi ham zo'r. Bitta kapsula 7 kilogrammgacha kiyimlarni bemalol dog'larini ham ketkazib zo'r qilib yuvib oladi. Menimcha siz ham menga o'xshab faqat bistro rejimida yuvadigan tanishingiz bo'lsa kerak. Videoni o'liga tashlab qo'ying, foydali bo'ladi.